Transportning institut yaqinida 3 xonali kvartirani puliga 4 xonali 2 qavatli duplex townhouse'imizni ko'rsatib beramiz. Binochiga kirishimiz bilan chiroyli ta'mirdan chiqarilgan orzu havas bilan qurilgan xonadon ekan. O'ng tomonimizda mehmonxonamiz, ko'chaga va koridorga qaragan oynalari, pardalarigacha ilib qo'yilgan, ko'rib havasingiz keladi. Yaxshi niyatda menga ham shunaqangi chiroyli va shinamgina xonadonlar nasibi ro'za aylasin deganlar bormi? Bitta like bosib qo'yinglar. Oshxona mebelini ham havas qiladigan darajada chiroyli qilishgan ekan. Birinchi qatimizda umumiy hisoblangan o'zini yuvinish xonasi va hojatxonalariga ega bo'lgan umumiy sanuzillarimiz. Toshkent shahar Mirobod tumani Sarakulkada joylashgan bu uyimizni boshqa joyda bunaqa narxda ololmaysizlar. 99 mingga 2 qavatli 4 ta xonasiga ega 120 kvadrat metr maydoni qilingan tayyor yevro ta'mirlari bilan narxiga arziydimi yo'qmi o'rtoqlar? Shundoqqina ko'chani boshidan 46 avtobus o'tar ekan. 20 metr ko'chani bo'yidan joylashgan Sarakulka mahalla kechki qavatda mana shunaqangi chiroyli xonalarimiz qilingan, ta'mirlariga 1 dan 5 gacha baho berib qo'yinglar. Egalar tomonidan reklama qilyapmiz. Bemalol o'zlariga aloqaga chiqib sotib olishingiz mumkin. Agar kvartirani puliga mana shunaqangi 2